Pozitsiyalar bo'yicha davom etamiz. 3-pozitsiyamizni Onyx avtomobilimizning old tomondan ko'rinishlari. To'r bilan 3 ta faralari bir xil optira bo'ladi, linzasi bo'lmaydi, tumankalari ham bir xil bo'lar ekan. Endi 3-pozitsiyamiz diskamizga e'tibor beramiz. Qora diska bo'ladi. Bunga hozir kalpak taqilgan. 4-pozitsiyada o'zi zavod diska chiqarar ekan. Bu old tomondagi ko'rinishlar. Stoplari ham 4 ga 3 ga bir xil bo'lar ekan. Endi 3-pozitsiyamizda ham slipoy zona bo'lmaydi, xuddi 4 singari. Salondan bor yo'q funksiyalarini bir qator qarab aytib beraman. Aka-ukalarim, 3-pozitsiyada tezlikni boshqaradigan funksiyasi bor ekan. Telefonni yoqib o'chiradigan, ovozini baland-past qiladigan funksiyasi bor ekan. Bu yerga qaraydigan bo'lsak, bu ham o'zini o'zi parkovka qilmaydi. Boshqa funksiyalar qolgan 4 bilan bir xil. Hozir 3 bilan 4 farqini aytyapman. Bunda ham o'zini o'zi zaryad qilar ekan. Besprovodniy zaryadnik bor. O'rindiqlarda qizdiradigan funksiyalari ham bor. Korobkamiz mexanika bo'ladi, avtomat emas. Motorimiz ham atmosferniy motor bo'ladi, turbina bo'lmaydi. Shunga ahamiyat berib qo'yasizlar. Atmosferniy motor bilan turbina motorda farqi bo'ladi. Tepada lyukimiz bo'lmaydi. Xo'p, qolgan joylari bunda slipoy zona yo'q. Buni ham aytdim adashmasam, slipoy zonasi yo'q. Parktronigi ham yo'q adashmasam. Sig'anish funksiyasi bor ekan, parktronigi ham yo'q. Parktronik nima deydigan bo'lsanglar, mashinani parkovka qilayotganda siz ogohlantirib turadi. Tit 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 degan ovozlar bilan. Yo'q, parktronikda o'rni bor ekan, mana shuni o'rnida parktronik bo'lishi kerak. Bu original parktronikmi yoki qo'yiladigan o'rnimiga so'rab qo'yamiz. Qo'yilgan ekan aka. Orqa stoplariga buni qalampir qo'yib qo'yilgan ekan. Mana shuni juda ko'pchilik o'zgartirib qo'yapti. Xuddi yaltiraydigan stop bo'ladi. Mana qalampir qo'yib qo'yilgan ekan. Qisqacha qilib aytganda 3-pozitsiyamizning to'rdan farqi shunday bo'ladi. Do'stlar, 4-pozitsiyadagi Onyx avtomobilimiz oldi tomonidan farqlarini aytib o'taman. Pozitsiya qo'llab-quvvatlab, like bosib turasizlar. Farasidan boshlaymiz. Faralar optira bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, oddiy lampochka, linzasi bo'lmaydi. Tumankasida farqi bo'ladi. Tumankasi bu 4-pozitsiyalarda oddiy dumaloq bo'ladi. Tushunarli, 4-pozitsiyada diskalar bilan chiqar ekan. Men qora diska bilan chiqadi deb o'ylardim, unaqa emas ekan. 4-pozitsiyada nima bo'lmas ekan? Slipoy zonasi bo'lmas ekan. Mana bokovoy tagida slipoy zona bo'ladi. Bokovoyda ko'rsatib turadi, buni bilasizlar. Saloniga o'tadigan bo'lsak, start stop. Mana ko'rib turibsizlar. 4-pozitsiyada start stop, turbina motor, avtomat korobka bo'ladi. Xo'p, full pozitsiya Redline dan 6-pozitsiyadan farqi bu yerda o'zini o'zi parkovka qiladigan funksiyasi yo'q. Qolgan hamma funksiyasi bor, mana ko'rib turibsizlar. Rollarda ham xuddi shunday. Shu full pozitsiyalarda ovozni pasaytirib baland qiladigan, telefonni boshqaradigan va tezlikni boshqaradigan funksiyalari bor. Pastida o'rindiqlarni qizdiradigan funksiyalari bunda ham bor 4-pozitsiyada ham. Faqat 4-pozitsiyada yo'q narsalar o'zini o'zi parkovka qilmaydi. Slipoy zonasi yo'q, tomida lyuki bo'lmaydi. Shu. Bitta funksiyasini esimdan chiqdi. Besprovodniy zaryadnik 4-pozitsiyada ham bo'lar ekan. Mana shu narsani esimdan chiqdi, mana ko'rsatib qo'yilgan. Lekin besprovodniy zaryadnikni ko'pchilik aytayapti, zaryad qilayotganda telefonni rosa qizdirib tashlaydi deyishyapti. Shunisini ham aytib o'tib qo'ymoqchiman. Orqa tomoniga o'tadigan bo'lsak, stoplarida ham farqi bo'ladi. Xo'p, full pozitsiyasini hozir olib ko'rsataman. Mana yonishlarda ozgina farqi bo'ladi. Kameraga qanchalik ko'rinyapti, ko'rinmayapti farqini bilmayman. O'zingizlar bir qator ko'rib, baho berib farqini bilib olasizlar. Qisqacha qilib aytganda 4-pozitsiyamizning o'zgarishlari shunday. Pozitsiyalarda davom etamiz. Oldi farasidan boshlaymiz har doimgidek. 6-pozitsiya lupali bo'ladi, optira bo'lmaydi. Xo'p, tumankasi LED bo'ladi. Ablesovkasi bunaqa bo'lmaydi, o'zgartirib qo'yilgan ablesovkasi. Old tomondagi ko'rinishlari Redline diskasi qo'yib qo'yilgan, bunaqa bo'lmaydi, oq diska bo'ladi. Bokovoyda siziq belgisi yo'q. Bunda ham besключевой dostupimiz bor ekan. Xo'p, saloniga kiramiz.
Salonda nima o'zgarishlar? Bunda ham xuddi tashi tezlikni boshqarish funksiyasi, telefonni past baland qilish va o'chirib yoqish. Vizif kelganda. Bu yoqdagi funksiyalarga qaraydigan bo'lsak, parktronigi bor, o'zini o'zi parkovka qiladi, rol qiziydi. O'rindiqlarini qizitish knopkalari bor. Shuningdek, беспроводной bunaqalari ham bor. Zaryadnilari bor. Xo'p, 6-chi pozitsiyamizda ham lyuk bo'ladi, xuddi full pozitsiyadek. Korobkamiz avtomat bo'ladi, motorimiz turbina plus start stopimiz ham bo'ladi. Endi Redline'dan farqi nima desanglar, buni shu oldidagi oblesovkamizda qizil chizig'i bo'lmaydi, manaqa qizil chiziqli diskasi bo'lmaydi o'zi zavodda. Shu farqi 6 bilan Redline'ning farqi. Aytgandek, o'rindig'ida mana shu oq ip tikilgan ip oq bo'ladi, bunda Redline'da qizil bo'ladi. Shu qizil chiziqlar uchun adashmasam 30 million plus minusi bilan adashmayotgan bo'lsam albatta farqi bo'ladi narxida. Endi stoplarga to'xtaladigan bo'lsak, full pozitsiyani stopi bilan bir xil 6-chi pozitsiyada ham. Mana o'zini zavod stopi bunaqa bo'ladi. Narginizda ko'rganlaringiz RS yonadigan stoplar almashtirib qo'yilgan. Parktronikning datchiklari ham bor. Aytib o'tmagan kamchiliklarim bo'ladigan bo'lsa, bir qator aytib to'ldirib o'tib ketasizlar. Endi oxirida bitta o'zimni fikrimni aytaman. Qaysi pozitsiyasini olish kerak yoki eng optimalniy pozitsiyasi qaysi? Puli qanchalarga? Puli kamroqlarga, puli ko'proqlarga. Unisini ham maslahatini berib ketaman. Albatta hammaning fikri har xil. Mening fikrim sizlarga tushmasligi mumkin. Shunga qarab hisob-kitoblarni olib olsanglar bo'ladi. Endi 5-pozitsiyaga harakat qilamiz. 5-pozitsiyasini topib, nimasi bor, nimasi yo'q ko'rsatib o'taman. Like bosib, kommentariy yozib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Redline pozitsiya, full pozitsiyasiga to'xtalamiz. Farasidan boshlaymiz. Xo'p. Pozitsiyalarni ko'rsatishda davom etamiz. Farasida optira bo'lmaydi, linza bo'ladi va ahamiyat berib qo'yasizlar. Bu yog'iga ham tumankasi ham boshqacha bo'ladi. Dumaloq sariq emas, led bo'ladi. Xo'p. Oldi oblesovkalarda manaqa qizil chiziqlari bo'ladi. Bu pozitsiyasida zavod qo'ygan buni. Xo'p. Diskamizda qizil chiziq bo'ladi, bakoyimizda qizil chiziq bo'ladi. Tomida lyuki bo'ladi, беспроводной deyman. Бесключевой достуp bor. Plus salonda беспроводной zaryadnik ham bo'ladi. Endi salondagi o'zgarishlar mana bu yerda naqasi bor. Slipoy zonasi bor. Uni ham hisoblab ketamiz. Xo'p, rollarga o'tadigan bo'lsak, baland past qiladi, telefon alligrovka qiladi, tezlikni boshqarish funksiyasi ham bor. Kelmayapti, xullas kalom. Shoshilyapman, bilmadim. Gazlar o'rnatib qo'yilgan ekan. Endi bu tomonda parktronigi bor, o'zini o'zi parkovka qiladigan funksiyasi bor. Rollari qiziydi. Endi pastda o'rindiqlarini qizish hammasida bor ekan. Беспроводной zaryadnik bunda ham bor. Avtomat korobka bo'ladi, lyuki bo'ladi. Motorimiz turbina motor bo'ladi. Endi tashqarisiga o'tadigan bo'lsak, orqa tomonda stoplarining ham farqi bo'ladi. Mana kamera qanchalik ko'rinyapti bilmayman. 3 to'rlar bilan full pozitsiyadagi Onyxlarda stoplarda ham farqi bo'ladi. Bunisida RS stoplar qo'yib qo'yilgan ekan. Mana bu stop yonadi, o'zi bunaqa bo'lmaydi, almashtirib qo'yilgan. Parktroniklarga ham ahamiyat berib qo'yasizlar. Farqlari shu. Kamchiliklar bo'lsa, esimdan chiqib aytmay ketgan bo'lsam, kommentariyaga to'ldirib qo'yasizlar. Pozitsiyalar bilan bog'liq qisqacha videomiz shu. Kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarda to'ldirib ketasizlar. Qo'ldan kelgancha harakat qildik. Like, podpiska esdan chiqmasin. Fikrlarni kommentariyaga yozib qoldiring.